Assalomu alaykum, Tez bozor kanalining hurmatli ashaddiy kuzatuvchilari. Men bugun sizlarga Farg'ona viloyati Rishton tumani Yoyilma qishlog'idagi shunday ajoyib bir devori ikki xonali uy oldida tereskalari bilan 3 xona uyni o'pishib ketgan narxlarini yoritib beraman. Siz albatta videoga like bosing, oxirigacha kuzatib, videoga qancha rasxod ketganini bilib oling. 2026-yilda uy solaman degan aka-ukalarga va videoni jo'natib qo'ying. Xo'p, biz hozir Jo'sim Jasurbek bilan do'stimning o'rtog'imning uyi. Xo'p, ana shu uyga ketgan rasxodlarni yoritib boramiz. Do'stim, beton qancha ketgan? Betondan boshlasak, past qismidan 3 qator qo'yilgan ekan-a? 3 qator mana shu devor, pol 10 tonnaga yaqinroq ketganda. 10 tonnaga yaqin beton ketgan ekan akalar. Xo'p, betonni qanchadan qo'yishgan metrini? 50 dan. Metrini 50 dan qo'yishgan ekan. Xo'p, beton 10 tonnaga yaqin ketgan deysiz-a? Xo'p, mana shiferlarigacha kirib yashaydigan bo'lib qolibdi. Xo'p, endi g'ishimizchi qancha g'ish ketgan? 15 ming ta g'ish ketgan. 15 ming ta g'ish ketgan. Xo'p, g'ish qanchadan kelib tushgan? 880 dan 850 shuna atrofida. Xo'p, qanchadan urib berishgan? 550 dan. 550 dan g'ishimizni ustalarimiz terib berishgan. Xo'p. Endi bu tereskalarni ham tashqaridaligimizda bitta yoritib o'taylik. Qanchaga tushgan bu tereskamiz? Endi ichkariga kiramiz. Mana shu tashqarilar 9 million 600, pashta 10 million bo'lganda. Kelib o'rnatib berishlari 10 millionga tushgan. Xo'p, oldi qismi tereska. Xo'p, bag'da bitta oynagi bor. Yana bag'da bitta oynagi bor, a? Ikkita oynagi. Shu oldi qismi. Oldi tereskasi bilan 10 millionga tushgan ekan. Xo'p, bu 2025-yilda oxirida qo'yilgan narxlar. Xo'p, ichkariga kiramiz, uyni yana bitta obzor qilamiz. Xo'p, ichkarisi nima bo'lib qolibdi? Mana ko'rinishlari. Bu ayvonimiz tereska hisoblanib, bu birinchi xona. Mana ikkinchi xonamiz. Spichkalarni yoqib oldik. Uje gipsakordonlari bo'lib, nimalar rodbinlarni surtishyapti ekan. MDF eshiklarni qo'yishibdi. Xo'p, ikkinchi xonamizga kiramiz. Bag'da bu ham uje tayyor bo'lib qolibdi. Aka-ukalar, bu xonamiz 3,5 ga 6 metrlik xona ekan. Razmerlari esdan chiqibdi. Bu uyimiz ham tayyor bo'lib qolibdi. Bunaqa gipsakordonlarni qilib, rodbinlarni surtishib qo'yibdi. 3,5 ga 6 metrlik xonamiz. Xo'p, bunisi 2,5 ga 6 metr ekan tereskamiz. Xo'p, bu xonani ham razmerini aytib o'tamiz. Bu qancha ekan do'st? 3,5 ga 7. 3,5 ga 7 metr ekan. Bitta oynachasi bor, mana portichkasi bor. Ajoyib joylashgan uyimiz. O'pish hisobda ketgan rasxodini aytib o'tamiz. O'pish hisobda qancha ketgan oshna? 110 million atrofida ketgan. 110 million atrofida ketdi. Hozir shiferlarini 50 dan kelib tushgan dedi. Ustalarimiz 45 dan qoqib berishgan ekan. To'sinlari o'zidan chiqqan. Xo'p, suvoqlarni qildirishgan. Mana bu shlaka bloklar 2800 dan kelib tushibdi. 2000 dan terib berishibdi. O'shanda oshna bu devori-yu, betoni-yu o'pish hisob, uyni hisobi 110 million atrofida. 110 million atrofida ketibdi, ha? Shu holatga kelguncha. Shu holatga kelguncha 110 million rasxod qilishdi. Xo'p, ba'zilar siz nima deb o'ylaysiz? 110 million arzonmi, qimmatmi? Ko'rishlaring mumkin. Mana devorlari bilan birgalikda. 2 xona uy, bitta tereskasi bilan 110 million rasxod qilishibdi. Videoga bitta like bosib qo'ying. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz.
va kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Shu ketgan rasxodga arziydimi uyimiz yo kammi ko'pmi, nimada o'ylaysiz?